Do'stlar, assalomu alaykum. Biz hozir Lotte auksioniga kelganmiz. Bu yerda 911 ta mashina bor. Mana ko'rishlaring mumkin. 911 ta. Menga buncha karnival yoqmas edi Qo'pol uchun, lekin mana shu karnivalni ko'rib menga juda yoqib qoldi. Bir ko'ringlar. Mana 7 mistalik. Mana bu sidinalar hammasi kapitanskiy, pamit sidinalari, atamankalari bilan bor. Nima demoqchiman? Har dushanba kuni mana shu auksion, Lotte auksioni o'ynaladi. Dushanba kunigacha to juma, shanba kunlarigacha mashinalar tushib, bazaga hamda start narxlari bilan tayyor bo'ladi. Biza Telegram kanalimizga har kun tashab turamiz variantlarni. Narxlari bilan kimga ma'qul kelsa, shu ma'qulini bizaga mana shuni obzor qilib beringlar desanglar, dushanba kuni kelib obzor qilib, sizlar uchun gada-gada narx qo'yib turib yutib beramiz. Bemalol obuna bo'linglar, Telegram kanalimizni rivojlanishi hissalaringni qo'shinglar. Xudo xolasa, bundan ham chiroyli mashinalarni ko'rsatamiz sizlar uchun. Koreyada bizga xizmatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.